Salom. Sizlar bilan men Muhammad Ali va bu Kapitan O'zbek kanali. Bugun sizlar bilan biz Portugaliya bilan Jahon chempionatini tutishga harakat qilamiz. Birinchi o'yinda Argentina bilan o'ynaymiz. Bismillah deb boshladik. Finalgacha chiqib Portugaliyaga Jahon chempionatini yutib berishga harakat qilamiz. Argentina Portugaliyaga munosabat qildi va o'yinga kirdi. Portugaliyaga qarshi Argentina. Portugaliya tarkibi. Argentina tarkibi. Boshladik. Hech yo'q. Cristiano'dan gol. Yaxshi. Bo'ladi. Bruno Fernandes Ronaldoga jamoamiz o'tdi. Luisfigo'dan gol. Hisob 2-0. Finalga chiqamiz, mehmon xudo biladi. Lekin harakat qilib ko'rish kerak. Mendes, Bruno Fernandes, Raul Fetto. Nahotki Molina shu narsani sezmadi. Romero o'tkazmadi, lekin Raul Fetto to'pni olib qo'ydi. Zarba. Nahotki darvozani to'siniga yana to'singami? Ikkinchi bizlar вообще nas tashkillar qaytardi. Hayron qoldim. Ochig'i bor-ku, shuncha darajada ko'p darvoza to'siniga tegishi mumkinmi? Bu sal juda chiqarib ko'ramiz. Ronaldo'niga ECB ham Portugaliya legendasi hisoblanadi. ECB o'tdi. Diviatka va gol. Hammasini gol nishonasi bir xil manimcha. Luisfigo bilan ECB bir xil nishonlayapti. Bu yoqda Raul Costa va Trevor Flores. Yana o'yinchilar almashdi. Biz zaxirada hech kim chiqmayapmiz, chunki 3 marta almashtirib bildik. Bizda ECB Pushka hech qisi yo'q. Bu yoqda
70 daqiqasi. Juda yaxshi. Roy Costa yetib pas o'tdi va pastdan gol. Argentina 4-0 hisobida yutdi. Messibioni hat-trick pas bilan ketyapti. Trivela Quaresma. Birga chiqdi. Zarba gol. Trivela Quaresma. Bu yerda 5-0 Argentinani yutyapmiz. Sarva ham shu yerda. Salomlashmaysanmi? EC bilan saqlanib. Adashmasam hat-trick. 90-daqiqada gol urib ketdi. 6-0 Argentina. Full time ham tugadi. 6-0 hisobida biza chorak finalga yo'l olamiz. Finalgacha chiqib, jahon chempionatini, World Cupni tutishga harakat qilamiz. Lekin mana Argentinani anchagina osonlikcha yutdik. Yo'qda eng yaxshi o'yinchi Eusebio 3 ta gol va 1 ta pas. 13 dan 8 zarba. Argentina 0 dan 0. Ko'rgim keldi shu tarafdan. Bu yoqda O'zbekiston Afrikani yutgan, Niderlandiya bilan o'ynadi. Misr bilan Svedan, Italiya bilan Fransiya, Braziliya bilan o'ynar ekanmiz. Keyin agar Braziliyani yuta olsak, yarim finalga chiqamiz. O'zbekiston agar finalga chiqib qolsa bor-ku. O'zbekistonga ham yaxshi raqib topilgan. Niderlandiyadan adashmasam, Niderlandiyada Van Dijk ham bu taniqli futbolchilar juda ko'p. Mana bu yoqda ham kirdi, Braziliyaga qarshi o'ynaymiz. Braziliyada to'siq qurol Neymar bormi? Nimaga Neymar asosida? Ana bismillah deb bu o'yinni ham boshlab oldik. Ronaldoga pas o'tdi. Ronaldo 1-1 zarba. Yo'q, gol emas. Mana shu o'zim juda ko'p aylantirib yubordim. Soda offside. Diego Costa. Yo'q. Vinicius gol urdi. Oldiga chiqib bunday qo'l bilan olmadi, shunga hayron qoldim. Nimaga? Yutqazamizmi endi Braziliyaga? Argentinani katta hisob bilan yutdik o'zi. Javob goli Luis Figo davay. Yo'q, bu yerda Edersondan Diaz вообще bo'lmayapti. Nimaga bilmadim. Braziliya yaxshi raqibi, yana shunga hayron qolyapman. Ronaldodan gol. Mana sizlarga gol. 1-1.
O'tdi. Bruno Fernandes, Marquinhos'dan o'tdi Ronaldo. Ronaldo o'tdi. Gol. Dubl. Mana sizlarga comeback. Pas. Juda xavfli bir gol qo'shdi. Ronaldo adashmasam bittaydi. Raul Feto. Ustonada tezlik bilan ketyapti. Raul Feto. 3-1. Mana tugadi. Hisob 3-1. 3-1. Ikkinchi taym boshlandi. Bu yoqda Vitinha Ronaldo Marquinhos'dan o'tdi. Birga chiqmoqchi edi, Luisga xalaqit berib qoldi. Hat-trick. Cristiano'dan hat-trick. Bu yoqda kimni zaxiradan chiqarsak bo'ladi? To'g'ri. Ruxosda Bruno Fernandes o'rniga chiqaraylikchi. Vitinha Ronaldo yana birga chiqadimi? Chiqdi. Uzoqdan urildi. Anjina kuchli edi, lekin save ijro etilyapti. Ruben Dias'dan gol. Ana 5-1. Ruben Dias, Cristiano Ronaldo, Marquinhos o'tdi. Faqat matchlar qaytarishyapti. Ruben Dias yaxshi. Cristiano o'tdi. Zarba va darvoza to'siniga tegdi, lekin Luis gol uryapti. 6-1. Braziliya вообще ko'rmayapsan-ku. Neymarni chiqarsang balki yaxshiroq bo'lardi. Bular birga chiqishi mumkin. Nima yetib keldi. Joao Pedroga bosim va Joao Pedro to'pini bizning foydamizga chiqarib berdi. Vitinha yaxshi pas bera olmadi. Ronaldo o'tdi. Charchagan Ronaldoga gol. Cristiano Braziliya 7-1. Pushka bo'laramizmi? Yo'q, Ederson top Braziliya 7-1 ga Braziliyani comeback qildik. Portugaliya bilan yarim finalga chiqdik. Eng qizig'i kubokni qanday nishonlaydi, shuni men ko'rmoqchiman. Qiziq menga. Yo'qda. Eng yaxshi o'yinchi Cristiano Ronaldo 4 ta gol, 2 ta pas. Yaxshi menimcha. Pasni 14 dan 12 ta zarba, 7 tasi gol.
O'zbekiston Niderlandiyaga yutqazgan ekan. 3-1 hisobda. Misr Svediyaga yutqazgan. Xullas kalom 2-1 hisob bilan. Fransiya Italiyani 2-1 ga yutgan. Portugaliya Braziliyani yana biza 7-1 yutdik. Hozirgi o'yinimiz Fransiya bilan bo'ladi. Niderlandiya yoki Svediya finalga chiqadi. Yoki Portugaliya yoki Fransiya. Umid qilamanki Fransiyani ham yuta olamiz. Tak. O'yinga kirdi. Fransiyaga qarshi o'ynaymiz. Fransiyada juda yaxshi o'yinchilar ko'p. Portugaliya jamoamiz tarkibi bu. Tak. Fransiyada Mbappe, Dembele, Olise, tarkibi ham juda kuchli ekan. Hech qisi yo'q. Jo'namiz bilan ketdik. Jo'namiz o'tdi. Nimadan chekani o'z jamoadoshi o'ziga xalaqit beryapti. Shunisi yo'qmi? Top Olise Fransiyada Oliseda çok kansoli. Qazmalar yaxshi yo'q. Gol bo'lishi mumkin. Chouameni qaytardi yaxshi. Luis Figo Ronaldodan pas. Luis Figo birga zarba va yana to'singa tegyapti. Hammasi qiyshiqmasa sizlar. Bu ham nima darvoza to'siniga tegyapti. Gol emasmi bu? Shunga hayron qolyapman. Qanaqasiga? Lekin bu ancha to'pining qismi gol hisoblanishi kerak. Foul. Pas Jonesga. Luis Figo Hernandezdan o'tdi. Golga bir desam bo'ladi. Barqoya deviato gol. Luis Figo. Fransiyani yuta olsak, yana finalga yo'l kimdan chiqsa ham yaxshi to'pni qaytardi desa ham bo'ladi. Saliba, Ronaldo o'tdi, Ronaldo birga bir. Gol 2-0. Birinchi taym tugaganidan oldin Ronaldo hisobni yana oshirdi. 2-0 ikkinchi taym boshlandi. Xitoy Ronaldo Mbappe'da to'pi. Ruben Dias, Jonas, Luis Figo, Ronaldo, double, Luis Figo'dan assist. Süre darvoza to'siniga tegdi 2 marta. Roberto Vitinha, Luis Figo, Ronaldo o'tdi. Va bu yoqda Ronaldodan gol.
yo'qda. Ronaldo Upakini ismini to'g'risi aytolmayman. Yo'qda Ronaldo gol. 5-0. 5-0 Fransiyani yutyapmiz. Ronaldo Salibada ham o'tdi. Bundan o'tolmadi lekin. Salibadan Ronaldo o'tdi. Ronaldo 1-1. Zarba, gol. 6-0. Juda ham xursandman. Fransiyani ham yutdik, shundaymi Sarvar? O'yinning eng yaxshi o'yinchisi Cristiano Ronaldo. 5 ta gol, 2 ta pas. Mbappe Fransiyadan yaxshi o'yinchi bo'ldi. Urushdan 9 ta zarba, 6 ta gol. Finalda Niderlandiya bilan o'ynarkanmiz. Portugaliya Messiga aniq demayman, lekin Niderlandiyani ham yutishga harakat qilaman. Jahon chempioni bo'lasizlar, xudo xohlasa. Niderlandiyaning tarkibi kuchli dedim-ku, O'zbekiston bilan tushdi. O'zbekiston ham yutdi. Svedan ham yutdi, Niderlandiya. Portugaliya jamoasi va bu yerda Niderlandiya. Yaxshi tarkib Van Dijk. Asosiysi Van Dijk. Van Dijkdan o'tish juda ham qiyin. Eng yaxshi dunyoning eng yaxshi защитникlardan biri. Jonathan Soler Van Dijk o'tkazmadi mana. Van Dijk bo'lsa Van Dijk bor. Bruno Fernandes, Luis Figo, Luis Figo, hatto Jonaves. Gol! Jonaves. 1-0 Portugaliya hisobda oldinda. Bruno Fernandes to'pini Ronaldoga olib berdi. Cristiano Ronaldo Van Dijkdan o'tdi. Zarba va 2-0. Final. Mana sizlarga finalning qanday kechishi. Obrachilar. Shu vaqtda bitta like bosib obuna bo'lish esdan chiqmasin. Luis Figo. Yo'q. Oscar Gogo. Burada Ruben Dias, Bruno Fernandes, Ronaldo Timber'dan ajoyib tarzda o'tdi. Gol. Dubl. 3-0. Luis Figo. Zarba. Gol. 4-0. Oynattık mı? Artık yok oynattı. Oynattı. Güzel oynattı. 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 Yok Cancelo. Figo devrini açıp tersi öttü. Yani şu narsaga kirdi. Hech Luis Figo. Amalga chiqarib yubordim to'pni. O'zim bilmagan holatda lekin Xitoylardan qilganim emasdi. E'tibor berganim emasdi o'zi. Jonaves Bruno Fernandesning to'pini olib berdi.
Cristiano 5-0. Birinchi taymning o'zida Niderlandiyani 5-0 hisobiga yutyapmiz. Final bo'ldi. Albatta final. Finalda yutmasak qayerdan yutamiz? Yanis. Men unga ukam o'ynab turadi. Men ishlarini qilib turay. Bruno Fernandes'ten gol. Şunu ben oynayayım. Bitti şunu. Final bu kızım. Şu final mi? Ha. Orlu tab olmadı mı? Ha. İyi. Bizim oynayamam bir böyle. İlk oynayışını isimden çıkaracağım. Sen öfke oynamayapsan da. Sen bir sinirli %30 kartası emas bunday qilib. Bunu ben denesem. Sen denese ko'proq o'ynayapsan, FK o'ynamayapsan. Mana Zaraschiqni olib berdim. Olib bermadan nima qilaver. Luis Figo, Bruno Fernandes. Gol. 7-0 final. Ha, o'zini nishonlaymiz-ki. Telefonni bular birinchi hujumni qilyapti. Adashmasam, yaxshi hujum bo'ldi. Shunda ham gol urolmadi. Ularni ish qaytardi. Cristianogacha to'p yetib kelmadi. Gol urishga men qo'ymayman. Yesibio chiqdimi Ronaldo'ga uka? Yesibiodan pushka. Juda ham ajoyib, juda ham uzoqdan urilgan gol. Yaxshi. Darvozabon lekin nima bo'lganini ham sezmay qoldi. Yesibio part 2dan. Bizlar bo'lmadi. 88-daqiqa. Portugaliya jahon chempionatini yutib, birinchi marta jahon chempioni bo'lishi mumkin. Endi bu hayot bo'lmasa, mana Portugaliya finalda yutdi. Hamma xursand. Futbolchilar juda xursand. Kubokni ko'tarishyapti. Ko'tardi ham. Bu kubok ikkita o'yinchilarniki emas, butun Portugaliyaniki. Va Ronaldo fanatlarniki. Ronaldoning fanatlari kubok hisoblanadi. Xullas kalom 8-0 hisobida yutdik. Bu yerda eng yaxshi Bruno Fernandes. 13dan 10 zarba. Xullas kalom obunachilar, hammaga xayr. Всем